Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun men sizlarga LED ekranni chastotasi haqida ko'rsatib o'tib ketaman. Xo'p, yaxshilab ahamiyat beringlar videoga. Ikkalasi ham bitta model. P2. Ahamiyat bergan bo'lsanglar, chastotasi 2 xil. Bilinyapti, umiddaman. Ko'zga bilinmaydi uni. Videoda bilinadi o'ziga. E'tibor bergan bo'lsanglar, bu LED ekranning chastotasi 1920 ga 3840. LED ekranning chastotasi qancha zo'r bo'lgan sari birinchi o'rinda ko'zni og'ritmaydi. Ahamiyat bergan bo'lsalaring, ko'p to'yxonalarda, restoranlarda videoga olinganda videoda LED ekran pirillab ketgan bo'ladi. O'sha LED ekran pirillayaptimi? Demak, uni chastotasi yaxshi emas, arzonchiroq LED ekran bo'ladi. Bir xil modelda chastotasi 2 xil. 1920 3840 boshida aytganimdek. Narxi har xil chiqadi. Videomiz manfaatli bo'ldi degan umiddaman. Keyin yana aytgancha, nimaga sizlarda LED ekranlar qimmatroq chiqadi degan savolga ham javob bo'ldi degan umiddaman. Bizni kuzatishda davom etinglar.